Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoligim Urganch shahrida 2 qavatli yarim plan hovli-joy ijara chiqdi. Lokatsiyangiz Al-Xorazmiy ko'cha, aeroportga Bahram Xoddok desak bo'ladi. Görüşmek üzere. Obunachilarimiz ellerine matıda, arka qismidan matıda ega ekan. Xullas, joyimiz fazli. Fakat ijara sotilmaydi obunachilar. Görüşmek üzere. Shokka bo'lgan. Bir qo'shcha qismi. Xullas, joyimiz bir oila izzat berishida xalasansa 2 oila. Yani ajoyibati, obzorasi. Narxini aytib o'taman. $300. Bu yerda bir xo'sh gözonamiz, rakoynamiz, demir kotelimiz bor ekan obunachilar. Xullas, kelasa, görasa, yana xullas taqvodor insonning uyi. Dalonimiz ham keng tushgan. Chap qismimizda bu yerda mehmonxonamiz joylashgan. Dalonimizda trezorlar, xontaxta ko'rpachalarimiz bor. Mehmonxonamizdan bir chiroyli tuzatilgan ekan. Oboy xullas, yana obunachilar. Yana xontaxta ko'rpachalar, perdeler, devorlarimiz egizak. Oboylar, potoqlarimiz har doimgidek qaymoq svet natijalar qurilgan ekan. Endi narximizni tutsak, berimizning litsenziyasi zonamiz, oshxonamizdan sharoitlari bor. Bu yerda kuxonamiz yana katta jimli gipasonda xolodilnik joylashgan. Bu yerda gaz plitamiz, moykamiz bor. Fortiqlardan kafellar urilgan ekan. Oyoq tilimiz taxta pol ham yerimiz. Bog'am boyt o'tali. Endi yuvishxonamizni ko'rishlaymiz. Yuvishxonamiz zamina bu yerda rakoyna, unitaz, vanna, aristonimiz bor ekan 80lik. Kafel van, patologlar bilan plastik ekan. Endi ikkinchi qavatda xonani kuzatib o'tsak, xonalar soni общий obunachilarimiz ikkinchi qavatda daloni bilan 4 xona hisobda 5 xonadan iborat ekan. O'ngda chapda spalni joylashgan ekan. Berimizda yana kattalar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizda yana hol qismimiz. Bu yerda yana spalni qismimiz. Endi zinamizdan chapdagi xonamizni ko'ramiz. Vamos spalni. Narxini kelsak, narxi $300. Lokatsiya Bahram Xoddok. Murojaat uchun telefon istama 91 425 06 06 lokatsiyasi. Sağ olun, omon bo'linglar.